alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Chustda biz Tepaqo'rg'onga kelganmiz. Xo'p. Shunaqasidan mebel boshlanadi. Bada dushovoy bor, yonida taxmon, ko'tarib taxlaydigan joylar tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpus qismi tayyor bo'ldi. Xo'p, bu chekkada garderob bo'lyapti. Tokchalarimiz ichi polka 4 tadan. Xo'p, taxmonda ko'rpa taxlashga taxmon qoldi, yonida ko'rpacha taxlashga kichkina. Endi bag'i dushovoy. Tayyor bo'lib qoldi. Eshiklarni qo'ysak, bitadi. Yo'limiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matvisidan qildik. Tilla rangdagi ruchkalardan qo'ydik. Xo'p, betga kelishimiz asosiy sababi dushovoyni ko'rinmaydigan qilib berishdi. Xo'p, dushovoyimiz. Xo'p, yonida ikkita taxmon, tokchalar ham mebel bo'lib ketdi. Eng chekkada shkaf. Xo'p, tokchalarimiz soni 4 ta edi. Burchagi hisobiga joy kichkina qolgani uchun bittasidan voz kechdik. Oyna qo'yib berdik. Xo'p, joyimiz 5 metrga 3,5 metr edi bunaqasi. Mana shu holatda 13 million so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.